Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri $895 evaziga Jiddaga, ya'ni Umra safariga boraman deb niyat qilib turgan obunachilarimiz uchun, aynan sizlar uchun $895 dan Vodiydan reys yo'qmi deganlar uchun Vodiydan ham bor, Farg'onadan $925 evaziga uchishlari mumkin. Xudo xolasa qanaqa bo'ladi? Videoni oxirigacha ko'rib tursalaring, sizlarga xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Hikmat Travelga yetib kelganmiz, litsenziyaga ega kompaniya. Oxirigacha ko'rib videomizga bittadan layklarni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa birinchilardan bo'lib qo'ygan videomiz sizlarga chiqib turadi. Sizlar ham birinchilardan bo'lib bemalol ko'rib olishlari mumkin. Abdug'offor akadan to'liq ma'lumotlarni olib beramiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. Assalomu alaykum hurmatli podpishchilar. Xo'p, $895 deganimiz Toshkent Jidda primoy reysimiz. Vizangiz bo'lsa, vizalari bo'lsa, viza 1 yilga beriladi. O'sha vizasi bo'lsa $895. Yo'q, vizam yo'q deydiganlar uchun $995. Endi Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reysimiz $925. Kim uchun desa, u vizasi borlar uchun bu. Vizasi borlar. Agar vizangiz yo'q bo'lsa $1025 bo'ladi. Xudo xolasa, bu ham Farg'ona Jidda primoy reysimiz. Demak, o'tgan yil borganlar vizasini hali sanasi srogi tugamagan bo'lsa, $100 foyda qilishar ekan. Foyda qilishadi. Foyda qilishar ekan. Gap yo'q, zo'r. Xo'p, Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha bir yo'li chislolarni reyslarni aytib ketaveraylik boshida. Reyslarni aytib ketaylik, keyin sharoitlarni aytib ketamiz. Xo'p, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha o'sha $995 qilib beradigan reysimizning kunlari. Xo'p, 9-kuni bor, iyulda 13, 16, 20, 23, 27, 30-iyullar kunlari Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Xo'p, Farg'onadan $1025 qilib beramiz degan reysimiz. Vizangiz bo'lsa $925 bo'ladi. Bularning chislolari. Xo'p, Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reysimiz 10-iyul, 14, 17, 21, 24, 28 va 31-iyullar kunlari reyslarimiz bor. Farg'ona Jidda primoy reysimiz. Agar vizangiz bo'lsa $925, vizangiz yo'q bo'lsa $1025 bo'ladi. Endi sharoitlarimiz qanaqa deydiganlar uchun gostinitsalarimiz, mehmonxonalarimiz uzoqligi Madina Munavvarada 200 metr, 300 metr uzoqligi gostinitsalarimizniki. Xo'p, Makka Mukarramada gostinitsalarimiz eng yaqini 800 metr, eng uzog'i 2 kilometr. 800 metrdan 2 kilometrgacha bo'lgan oraliqda gostinitsalarimiz qaysi biri bo'sh bo'lsa, shunga tushishadi, xudo xolasa. Lekin 24 ga 7, xudo xolasa avtobuslar ishlaydi turadi. Avtobuslar qatnaydi, xudo xolasa. Xolasa piyoda yurib borishsa bo'ladi. Xolasa avtobusda borishsa, avtobusga pul-mul hech narsa olinmaydi. Bepul bo'ladi. Avtobus bepul bo'ladi, zo'r. Endi to'lov masalalari qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun respublikamiz 3 ta viloyatlarda to'lov qabul qiladigan ofislarimiz mavjud. Bular qayerda deydiganlar uchun Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Xo'p, o'sha ofislarimizga kelib, rasmiy kassalarimizga to'lov qilib, kvitansiyalarni olib ketishsa bo'laveradi, xudo xolasa. Zo'r. Onlayn to'lov qilsa ham bo'ladi. Onlayn to'lov qilsa ham bo'laveradi. Shu nomerda telegramlarimiz bor. Mana shu nomerda telegramlarga pasportlarni tashlab berishsa, bemalol joylarni bron qilishsa bo'laveradi. Zo'r. Gap yo'q. Firma tomonidan nima beriladi endi aka biz obunachilar uchun? Xo'p, firma tomonidan uchib ketilayotganda 50 bosh xizmati bo'ladi. Xudo xolasa 50 boshi aeroportdan billa borib, billa keladi iloji boricha. Mabodo agar 50 boshimiz Jiddada bo'lib qolsa, battan yo'l boshchi billa ketadi. Xudo xolasa keyin Jidda aeroportida kutib oladi. Undan tashqari firma tomonidan mana so'mka beriladi, kamzil beriladi, bejik beriladi. Keyin vizalarni chiqarib beramiz qo'llariga. Aeroportda o'zida beriladi, vizalari qo'llariga beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida beriladi. Xudo xolasa. Sana qo'shib beriladi. Gap yo'q, zo'r. Keyin ko'pchilik boradiganlar esimizdan chiqib qolibdi. Bitta oiladan 4 kishidan ortiq odam boradigan bo'lsa, o'rtoqlarmi, oilami farqi yo'q. 4 kishidan ortiq boradiganlarga shu aytgan narximizdan ham yana jinga chegirma qilib beramiz. Skidkalari bor. Skidka qilib beramiz. Gap yo'q. Menimcha hammasini ma'lumotini aytib o'tishga harakat qildik. Boshida aytgan narximiz ham nimaga unaqaligini aytdik. Vizasi borlar uchun amal qiladi dedik. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli narxlarda qilib berishadi. Aytib o'tganimizdek, Hikmat Travel o'zini litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniya. Bemalol Google'ga kirib rasmini, litsenziya nomerlarini hammasini ko'rib olishlari mumkin. Qonuniy Umra safariga bormoqchi bo'lganlar uchun bo'ldi videomiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli narxlarda qilib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha. Sog' bo'linglar.